shaharlardan biri bo'lgan Buxoro ham tarixiy dalillarning guvohlik berishicha 9-11 asrlarda juda tez rivojlangan va taraqqiy etgan. Buning asosiy sabablaridan biri bu davrga kelib Buxoro taxtiga Somoniylarning chiqishi bo'lsa, ikkinchidan bu davrda O'rta Osiyoni Mo'g'uliston va Xitoy bilan bog'laydigan buyuk Ipak yo'li Buxoro orqali o'tganligidadir. Shu sabab Buxoro savdo va hunarmandchilikning markazi hisoblangan. Buxoroning eng rivojlangan davrlaridan yana biri Shayboniylar hukmronligi davriga to'g'ri keladi. 16-asrga kelib Buxoroning siyosiy roli kuchayishi bilan birga Buxoro devorini qayta qurish, shahar chegarasini biroz kengaytirish ehtiyoji tug'iladi. Shaharda hunarmandchilik va savdoni yanada rivojlantirishga imkon beradigan chora-tadbirlar ko'riladi. Buxoro ko'plab mamlakatlar bilan uzviy savdo va diplomatik munosabatlar o'rnatgan edi. Shahar ichida savdo rastalari va hunarmandchilik do'konlari uchun bu davrga kelib Buxoro bozori hunarmandchilik va savdoning ayrim turlariga xizmat qiladigan rastalarga bo'lingan. Abdullaxon zamonida qurilgan Chorsuv bizning davrimizgacha saqlanib qolgan. Chorsuv bozoridagi ko'chalarning biri-biri bilan kesishib o'tgan joyida gumbazli binolar qurilib, bu binolar savdo toqalari deyilgan. Ma'lumot ham bor. Toqlarni ularning funksiyasiga qarab, ularni o'sha joylashgan o'rnidagi ko'rsatayotgan faoliyatiga qarab katta va kichikligi belgilangan. Toqi sarrafon o'sha sarroflar turgani uchun boshqa toqlarga nisbatan kichikroq qilib qurilgan va bu yerda 7 ta sarrof turgan. Sarrof sarf so'zidan olingan. Bu yerda pulni haligi katta pullarni maydalab yo boshqa davlatlarning pullarini maydalab olib o'sha sarflash uchun xarajat uchun olinayotgan pullarni shu yerda maydalaganlar, shuning uchun toqi sarrofon deganlar. Ular hozirgi til bilan aytgan bo'lsa agar valyuta almashtiruvchilar bo'lganlar. Buning bu yerda joylashuvini ham sababi shundaki, bu yerda mana bu tomonimizda No'g'ay karvonsaroyi, mana bu tomonda karvonsaroyi Chin, sal undan uyoqroqda karvonsaroyi Hind, shu atrofda 5 ta 6 ta karvonsaroy bo'lgan. Shu karvonsaroylarda kelib tushgan karvonlar, bu yerga kelib tushgan savdogarlar bevosita pul almashtirish ehtiyojida bo'lganlar. Shuning uchun sarrafonni, toqi sarrafonni shu yerda qurgan. Toqning qurilishiga agar e'tibor qilsak, o'sha Buxoro uslubi bilan Xorazm uslubini qisman mujassamligini ko'ramiz. Labi hovuzdan toqi sarrafongacha bo'lgan yo'l oralig'ida beda, choy, tovuq va eski kiyimlar sotiladigan rastalar joylashgan. Ular oralig'ida esa alohida sovun va shaham do'konlari mavjud bo'lgan. Toqi sarrafon gumbazi ostida esa Buxoro yahudiylari orasida ayniqsa mashhur bo'lgan qalg'ay ipak ro'mollar sotiladigan maxsus do'konlar bo'lgan. Toqi sarrafondan Mag'oki attorigacha cho'zilgan rastalarda attorlar joylashib, ular turli mayda-chuyda mahsulotlar, ati-rupa, dorivor va ziravorlar, afg'on va fors yelpig'ichlar bilan savdo qilganlar. Bu tog'lar oralig'i deyarli savdo rastalari bilan tutash bo'lgan. Birinchi mana toqi sarrafondan to toqi telpak furoshongacha bu oralig'da timcha bo'lgan. Kichkina tim, mana Buxoroda 2 ta tim bo'lgan, Timma Abdullaxon va timcha bo'lgan. Hozir timcha o'rnida mana chorbog' bo'lgan. Toqi sarrafondan timchagacha, timchani ichidan o'tib toqi telpak furoshongacha borilgan. Toqi telpak furoshonga tutash bo'lgan rastalarda asosan oyna, taroq va tuxum bilan savdo qilingan. Ular orasida timni safed alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Chunki bu timda salla uchun matolar, surf hamda adras bilan savdo sotiq qilingan. Yo'l o'rtasida chinni buyumlar sotiladigan rastalar, rastaya respon furushi, ya'ni ip gazlama rastalari bo'lib, Ko'kaldosh madrasasidan boshlangan oyoq kiyimlari va charm mahsulotlar sotiladigan rastalar toqi telpak furoshongacha cho'zilgan.
o'sha o'z nomidan ma'lumki, o'sha vaqtlarda o'sha teridan tikilgan telpaklar, bosh kiyimlar sotayotgan toq ma'nosini anglatadi. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda 38 ta kichik va katta do'konchalar buni ichida bo'lgan. Nafaqat o'sha telpak, bu yerda o'sha zardo'ppilar ham sotilgan, bu yerda pustinlar, ya'ni teridan tikilgan, hozirgi shuba deymiz-ku, shunga o'xshash pustinlar, chakmonlar sotilgan. Shuni o'sha o'z nomi bilan toqi telpak furushon, asosan teri va jundan bo'lgan mahsulotlar sotilgan do'kon bo'lgan. Toqi telpak furushon ham barcha toqlar singari chorraha yo'l ustida qurilgan bo'lib, kirish yo'llari juda ko'p bo'lgan. Savdo rastalari esa aylana tarzda joylashgan. Gumbaz ostida faqatgina kitoblar bilan savdo qilingan. Shu sababli bu toq tez-tez toqi kitob ham deb atalgan. Toqning orqa qismida Mag'oki ko'rpa masjidi atrofida ko'rpadozlar, uning o'ng tomonida chilangarlar ustaxonalari mavjud bo'lgan. Toqi telpakdan boshlangan ko'cha ikki tomonidan sarroflar, pichoqchilar do'konlari joylashgan bo'lib, ular oralig'ida kattagina qismni egallab qog'oz sotiladigan do'konlar joylashgan. Bu hududda savdo-sotiqning eng gavjum qismi Abdullaxon timi hisoblangan. 6 darvozadan iborat bo'lgan timda asosan ipak matolar bilan ulgurji savdo qilingan. Tim degani bu yopiq degani, tim degani bu mustahkam degani, tim degani yopiq bozor ma'nosini ham anglatadi. Buni Timi Abdullaxon deydilar. Buni ichida 86 tagacha savdo qilayotgan joy, qism, bo'laklar bo'lganki, bu yerda ma'lumotlarga qaraganda ipak matolar, nozik matolar sotilgan. 17-asrning oxirlariga kelib deydilar. Bu yerda qisman oltin buyumlar ham, zargarlik buyumlari ham sotilgan degan ma'lumotlar ham bor va o'sha tarixiy an'analarni tiklash maqsadida ham bugungi kunda ham bu yerda o'sha ipak matolar sotayotgan do'kon qilib va o'sha ipak matolarni to'qib chiqarayotgan haligi nima desak, ishlab chiqarish korxonasidek qilib qo'yilgan. Timdan toqi zargarongacha cho'zilgan ko'chada yana chitfurushlar, magiz, no'xat va boshqa iste'mol mollari sotilgan. Eng yirik toqlardan bo'lgan toqi zargaron esa eng gavjum savdo joyi hisoblanib, toqning o'tish qismi ham palas, qonunlar va xurjun do'konlari bilan yopilgan. Tarixdan ma'lumki, Buxoro o'zining zargarlari bilan ham jahonda mashhurdir. Mana shu yerda zargarlar asosan faoliyat ko'rsatganlar, bu yerda ham o'sha oltin buyumlar yasalgan, ham ularni savdosi yo'lga qo'yilgan. Bu yerda endi ayrim ma'lumotlarga qaraganda 60 tagacha deydi, ayrim ma'lumotlarga 46 tagacha deydi. Zargarlar o'zlarini do'konlari bo'lgan va o'sha do'konni o'zidan to'pdan to'g'ri savdo amalga oshirilgan. Toqning o'zi 1569-70-yillar qurildi va bu toq 5 ta toq ichida eng kattasi va eng go'zalidir deb Tanish Buxoro aytadilar. Demak, shuni o'zi bizga aytadiki, bundan keyingi hozirgacha saqlanib qolmagan toqi Tirgaron va toqi Ortfloshon ham bunchalik katta bo'lmagan. Demak, tog'lar ichida eng kattasi va hashamdori shu bo'lgan. Va buni yonida ham mana bu qismida ham bo'lmagan, keyinchalik yo'qolib ketgan, lekin u tomonidagi masjid hozir ham mavjud. Buxoroni asosiy katta o'sha savdo nuqtalari karvonsaroylar bo'lgan.
Mana boya aytganimizdek, mana karvonsaroyi haligi No'g'ay deymiz. Ya'ni o'sha totorlarning karvonsaroyi bo'lgan. Bu yerda faqat o'sha Totoristondan kelgan yoki totorlardan kelgan karvon tushgan desak sal xato bo'ladi, chunki Yevropaning o'sha qismidan kelgan karvonlarning ko'pchiligi shunda tushgan. Chunki tarixdan ma'lumki, Yevropaning bir nechta davlatlari bilan ham bizda savdo-sotiq aloqalari yo'lga qo'yilgan bo'lgan. Mana bu tomonimizdagi Chin karvonsaroyida o'sha Xitoydan kelgan karvonlar tushgan. O'sha Xitoy savdogarlari kelib tushgan yoki o'zimizning savdogarlar Xitoydan mol olib kelganda shu yerda tushirganlar va o'sha davrlarda o'sha Xitoy narsalar, Chinni narsalar olib kelib shu yerda savdo qilingan va undan u yoqda karvonsaroyi Hind bo'lgan. Va u yerda bevosita o'sha Hindistondan, o'sha tomonlardan kelgan karvonlar tushgan. Bu yerda hozir bo'la optivi deymiz, ko'tara savdo qilingan. O'sha ulgurji savdolar shu yerda bo'lgan. Bu yerda karvon kelib tushgandan keyin mahalliy kichik savdogarlar bu yerlardan kelib katta savdo qilib, keyin o'zlarining do'konlarida savdo qilishgan. Pishiq qishdan qurilgan eng yaxshi karvonsaroylar asosan Labi hovuzdan Masjidi Kalongacha bo'lgan yo'l yoqasida qurilgan. Demak, bu o'z o'rnida aynan shu joylar savdo-sotiqning markazi bo'lganidan dalolat beradi. Shu tarzda Buxoroning o'ziga xos savdo rastalari Labi hovuz atrofidan boshlanib, Registon maydonigacha bo'lgan hududni egallagan. Registon maydonida ham katta bozor bo'lib, unda ham turli oziq-ovqat mahsulotlaridan tortib, attorlik buyumlarigacha sotilgan. Savdo rastalari bilan bir qatorda hunarmandlar do'konlari, shirinliklar bilan savdo qilinadigan rastalar, tegirmon, nonvoyxonalar va choyxonalar ham aralash holda joylashgan. Bugun ham Buxoro savdo toqlari va timlari qadim Buxoro savdogarlari va hunarmandlarining an'analarini o'zida yaxshi saqlab qolgan joy hisoblanadi. Bugun ham bu yerda o'rta asr Buxorosi nafasini sezish mumkin va u shu jihati bilan minglab sayyohlarni o'ziga jalb etadi. Buxoro savdo toqlari nafaqat o'zining savdo-sotiqdagi ahamiyati, balki noyob qurilish arxitekturasi, ko'rkam ko'rinishi bilan ham bugungacha o'z qadr-qimmatini saqlab kelmoqda.